Futbolda yutqizganimizdan keyin hammani kayfiyat tushib, charchab uxlab qoldik. Ertasi kuni qornim ochligidan uyg'onib ketdim. Soat ropparasi 11 bo'lgan. Xonada hech kim yo'q. Obed qilish uchun Fozilni qidirishga tushdim. Uni boradigan faqat bitta joy bor edi. Tinchmi? Yana har doimgidek his qilyapsan? Ketmoqchiman, Dilyor. Qayerga ham ketarding? Butunlay universitetdan ketmoqchiman. Sen ketsang, pomidorlaring so'lib qoladi. Ustiga ustak, universitetda kimsan Fozil ilmiy maqomga ega talaba bo'lsang, ota-onang ne umidlar bilan o'qishga jo'natgan bo'lsa, yana bu kishim o'qishdan ketarmish. Qimorboz. Kim qimorboz? San qimorboz. Abjag'ingni chiqazib qo'yardim-u. Bo'ldi jo'ra, hazillashdim. Qarzim bor-da. Nimaga kelding yonimga? Abid qilamizmi deb keldim. Puling yo'qmi seni? Yo'q, seni puling bor-ku. Menda pul yo'q. Aldamagin, bilaman senda pul borligini. Bir tiyin pulim yo'q. Fozil, kecha uyingdagilar 1 million so'm pul tashab bergan. Qani ko'rsat? Shunda 1 millionda hammasini shunchaki yutkizib yubording? Uni qo'y. Undan ko'ra abid qilaylik. Achking necha pul yurgansan? 210 mingga. Nima edi? Ideya bor, ketdik. Talabalar uchun eng optimal ovqat o'sha vaqtda pirojka edi. Men sosiskalik pirojka yerdim, Fozil esa kartoshkaligini yoqtirardi. Unchalik qiynalmayapsanmi? Tomoqim qurib ketyapti. Sen ko'p xavotir olma. Ertaga o'yin bor. Agar o'xshab qolsa, 4 ta ochko olib beraman. Ha millionidan. Ha, ko'ramiz-da. Darsga chiqamizmi? Ha, chiqamiz. Ha, bu narsa yeylik. Yesing yo'r. Kechagi kolbasa qani? Qaysi kolbasa? Anu boya yegan kolbasamiz. Talabani omadi bilan o'ynashma. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé
Siz oldin anchki joyi qo'yib qo'ying, xo'pmi? Ha. Aytdim-u ertaga futbol bor deb. Men uni bir haftaga yetkazishim kerak. Bir bo'lakkina. Bo'lmasa elektronikadan slaydimni qilib berasan. Bir bo'lagiga bitta slayd qilib beramanmi? Ha? Bo'lmasa 2 bo'lak berar ekansan-da. Ya, 2 bo'lakka qurilma ham qilib berasan. Voy bu, namuncha taroziga solmasang, o'zi 10 ming so'mlik kalbasa bo'lsa. Yana uning yarmi ham yeyilgan. Shunga bitta slayd bilan qurilma tayyorlab beramanmi? Yo'q, unga emas, 2 bo'lagiga. Bo'pti, Baratga. Bir safar kechiring. Slayd, qurilma, kalbasa.